3 million so'm tangaga do'kondan narsa sotib oling. Shuncha tangaga nima sotib olamiz endi? 3 million tanga olmasa-ya? Olsa kerak. Shuni hammasini olaman. Qiz 2 million 950 ming bo'ldi. Kesani va? Bo'ladi. Bo'ldi ukam ketadi. Aka bu yerda 3 million pul bor. O'zi ham 2 soat sanadi. Jigar. Faqat salam emas. Давай, jigar. Afro. Yo'q. Dunyodagi eng kichkina posilkani pochta orqali jo'nating. Pochta yuborishim kerak edi. Ha? Nima bu? Ichida sovg'a bor. Kichkinami? Qayerga? Kim qoldimi aka? Voy, rosa. Kutdim. Aka mana. CSGO'ga qiziqishingiz qayerdan paydo bo'lgan? CSGO'ga qiziqishim. Adam yoshligimda kamturxonada urib olib kelganlar, na prinsip CSGO o'ynayman degan. Qizlarning umumiy yig'gan vazni 7 kg 550 gram. Bolalarning umumiy yig'gan vazni 7 kg 300 gram. Raqobat ko'rmayapmanmi? Pul sizlarga emas. Chunki bolalar 12 kg yig'gan. Tavba! Raqobat qilmayapman. Voy raqobat qilmayapman. Voy beramiz ham pulimizdan, voy beramiz. Xo'sh, hurmatli obunachilar, demak. Qat kelgan uka. Salla meni bu toshni kutib turasanlar. Aha. Men ishora bermagunimcha umuman harakat qilmalaring. Xo'p bo'ladi. Siz nima qilasiz, boss? Men flash ot beraman, kirasanlar deganman senga. Aka, o'ylab ko'pman. Realni shaharda mana haqiqiy gapiga javob beradigan Alloh deydi. Xullas, FIFAda bu bolani cho'chvoraman. Hozir hamma realchilik ko'rdi. Hamma realchilik gapdan. Men hozir FIFA bo'lsa, cho'chimni olaman. Qani? Oqqa bo'yoq. Nechta do'q? Gap yo'tan berdim, o'zim barsaman, lekin mana deb kuzib tashadiryapti. Supermarketdan sotib olib bo'lmaydigan narsani sotib oling. Yo'q. Buni qatnam? Qo'ydi-yu. Любой odam bilan tana almashish yoki hayvonlar bilan gaplasha olish. Bu odam bilan tana almashish. Tana almashish deganda uni hayotda yashaymanmi yoki o'zimni hayotimda yashayveramanmi? Ronaldo boss, prikin. Voy, bla. Qiz bola bilan ham almashingiz bo'ladi. Voy! Xursand bo'lib ketdim.